Oltinko'l tumani Andijon viloyatidagi eng so'lim manzillardan biri hisoblanadi. Bu so'nggi yillarda respublikamizda hududlar infratuzilmasini rivojlantirish orqali aholi turmush sharoitini yaxshilashga bo'lgan e'tibor natijasidir. To'g'ri, unga qadar ayrim muammolardan ham xoli bo'lmagan. Masalan, ichimlik suvi ta'minotida o'ziga xos masalalar mavjud edi. Xo'sh, bu muammolar qanday ijobiy yechim topdi? Hozir shu haqida. Respublikamizda so'nggi yillarda hududlar infratuzilmasini shakllantirish orqali aholi turmush sharoitini yaxshilashga bo'lgan e'tibor ko'lami ortdi. Ana shu maqsadlarga yo'naltirilgan sa'y-harakatlarni rivojlantirishda mavzuga doir qaror, farmon va davlat dasturlarining ahamiyati katta bo'lmoqda. Jumladan, Respublikamiz Prezidentining 2009-yil 8-yanvar kungi hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda 2023-yil 25-dekabr kungi 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar ijrosini ta'minlash doirasida hatto eng chekka hududlarda ham tub o'zgarishlar yuzaga keldi. Natijada aholining uzoq yillardan buyon yechimini kutib turgan muammolari bartaraf etildi. Bu esa yurtdoshlarimizning bugungi kunidan minnatdor bo'lib yashashlariga sabab bo'lmoqda. Oltinko'l tumanida ham aholiga munosib turmush sharoitini yaratish bo'yicha ko'plab xayrli ishlar bajarildi. Natijada yo'l, elektr energiyasi, tabiiy gaz, tibbiyot, xalq ta'limi, aholini ish bilan ta'minlash, tomorqachilik va tadbirkorlikni rivojlantirish, qo'yingki barcha sohalarda tub o'zgarishlar yasaldi. Jumladan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida ham keng ko'lamdagi ishlar olib borildi. Birgina 2024-yilning o'zida 5700 metr masofaga suv tarmog'ini tortish, 2 ta suv qudug'i va 1 ta suv tozalagich uskunasining o'rnatilishi orqali 400 nafar aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa, 650 nafar hamyurtlarimizga xizmat ko'rsatish sifati yanada yaxshilandi. Qo'shko'prik mahallasi tumandagi eng qadimiy manzillardan biri hisoblanadi. Shunday bo'lishiga qaramay, afsuski ayrim muammolardan xoli emas edi. Xususan, qariyb 100 yillik tarixga ega ushbu hududda aholi suvni ma'lum masofadan tashib kelishlariga to'g'ri kelgan. Qo'shko'prik mahallasida ham bilishimcha uzoq yillar davomida suv ta'minotida o'ziga xos muammolar bo'lgan ekan, to'g'rimi? Albatta. Shu muammolar haqida, ular yechimi qanaqa bo'ldi, shular haqida ham gapirib bering. Bu uzoq muddatdan beri toza ichimlik suvi kelmagan. Uzoq joydan 1 kilometr, 1,5 kilometr uzoqroq 2 kilometr joylardan toshib kelib ichgan. Bu yerga kirib xonadonlarda alohidadan individualni o'rganib chiqish davomida aholini birinchi masalasi ichimlik suviga qiylanganligini aytishgan. Shu dasturga qo'yilib, hozirda Qo'shko'prik mahallasini 100% suv bilan ta'minlangan. Buning uchun nima ishlar qilindi mahallada? Mahallada 3 kilometr 100 suv tarmog'i tortilib, 200 ta xonadon ilk bor suv bilan ta'minlandi. Bitta suv qudug'i, suv minorasi, hamma narsasi har bir xonadonga uchuvchigi bilan olib kirib berildi. Hududda yuzaga kelgan bu kabi o'zgarishlar aholining cheksiz minnatdorchiligiga sabab bo'ldi. O'zingiz tasavvur qiling, 70, 80, hatto 100 yillar davomida orzuga, yechimsiz muammoga aylangan ichimlik suvi ta'minotining qisqa muddat ichida yo'lga qo'yilishi ushbu mahallada yashovchi aholi uchun kutilmagan hodisa bo'ldi-da. Bu ham bo'lsa respublikamizda xalq farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarning ijobiy samarasidir. Mana biz mana shu mahallada tug'ilib o'sganmiz, 73ga kiryapmiz mana. Shu yoshgacha bu mahallada ichimlik suv bo'lmagan. Qayerdan suv tashib ichgansiz? Biz Qoradaryodan toshib ichilgan, ayniqsa qish kunlarida, yoz kunlarida ariqda suv bo'lardi. Qancha masofada Qoradaryo? Uzoqmi? Qoradaryo 1 kilometr uzoq. 1 kilometrdan suv tashib ichgan. Ha, yelkamizga yog'och qo'yib paqirda toshib ichilgan. Qiyin sharoitlar bo'lgan. Qiyin sharoit. Sharoitda necha yil yashadinglar endi? Endi biz shu 70 dan o'tgan bo'lsak, shu yoshni 70 bilamiz. yildan ziyod vaqt davomida suv ta'minotida muammo bo'lib kelgan ekan. Muammo bo'lib kelgan. Xalqimiz uchun toza ichimlik suv chiqyapti, bu juda minnatdormiz. Mana 1 yil bo'lib qoldi. O'tgan yil 15-martdan boshlangan. Mana qurib, bitilib xalqimiz foydalanishga topshirilibdi. Qarang, shu suvni qanchalik qadrliligini masalan siz bilasiz. Chunki mana 70 yildan ziyod vaqt davomida suvni tashib ichgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qishda kunida, yomg'irli kunlarda loy kechib, qanaqa bir og'ir sharoitda suv tashiganligingiz uchun siz bilasizlar suvni qadrini, to'g'rimi? Albatta. Masalan, bugungi yoshlar sizchalik his qilmaydi bu narsa. Ularga qanday o'rgatishimiz kerak? Xalqimizga aytildiki, ko'chadan oqib turgan kranni shlanka, trubka shunga bekitish qo'yinglar. Oqayotmasin behuda. Hazilakam mehnat bilan, hazilakam mablag' bilan bitgani yo'q. Mana xalq uchun harakat qilib shunchalik bitirib qo'ydi. Endi foydalanishda yoshlarni ham
tartibga chaqiramiz, aytyapmiz ham. Biz suvni qancha tejasaga, uni uvol qilmasdan kerakligini ishlatadigan bo'lsak, Albatta. bizdan keyingi hududdan bor-da, to'g'rimi? Albatta. Hozir ham ba'zi bir hududlarga suv ichimlik muammosi bor-da qayerlarda. Bor. U yerga ichimlik suvini yetkazish uchun, demak, suv mavjud bor joydagi aholi uni Albatta. tejab ishlatish kerak, to'g'rimi? Albatta. sharoitlarimiz yaxshi bo'lib qoldi. Ichimlik suvlarimiz ham endi mana shu yoshlarimiz ham to'g'ri tushunib, mana shu qadriga yetsak, bizdan keyin ham, undan keyin ham hammaga kerakli narsa-da. Tumanda bu kabi xayrli ishlar salmog'i yanada ortmoqda. Shu kunlarda sharoiti nisbatan og'ir bo'lgan ijtimoiyat mahallasida ichimlik suvi ta'minotiga doir bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Umuman olganda hozirda tumanning suvlashganlik darajasi 87% ni tashkil etyapti. Vaholanki o'tgan yilning shu davrida ushbu ko'rsatkich 82% dan iborat edi. Hududlarni kompleks rivojlantirishga doir sa'y-harakatlar natijasida yil yakuniga qadar suvlashganlik darajasi 91% ga yetkazilishi rejalashtirilgan. Oltinko'l tumanida keng quloch yoygan bu kabi xayrli ishlarni viloyatning barcha hududlarida kuzatish mumkin. Bundan tabiiyki, hamyurtlarimiz minnatdorlar. Zero qaysiki davlatning aholisi qulay va munosib sharoitda yashar ekan, shu davlatda har sohada rivojlanish yuzaga kelaveradi.